Assalomu alaykum, hurmatli aziz qarindoshlar, hammanglarningki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'li Hamid, Shvetsiyaningki poytaxti Stokgolmda yashayman. Shvetsiyaningki fuqarosi. 2009 yili Shvetsiyaga o'qishga chiqqan bo'lib, ana shu o'qish nimasidan chiqib kelib qolgan. Meningki men bu yerga chiqib namoyish qilishim sabab bo'lsa, Xitoy hukumatiningki ota-onamni begunoh kesib etilganligi va shundaqla vatanimizdagi 2014dan boshlab Xitoy vatanimizda jazo lageri turmalarni barpo qilib, xalqimizga irqiy qirg'inchilik ib bo'lganligi, shundaqla xalqimizni qirg'in qilganligi, ziminimizni besib olganligi uchun zimin Uyg'urning zimini bo'lganligi uchun Xitoy vatanimizda irqiy qirg'inchiliklarni ib beryotdi. Qeri yosh demay, ojiz demay, hatto ikki qat demaymi, ayollardan tortib, Allohgacha mushta kichik bolalarni yetimxonalarga solab, shunda irqiy qirg'inchilikni ib beryotdi. Men jumladan meningki ota-onam shu irqiy qirg'inchilikka uchraganlarningki birisi. Meningki ota-onam garchi turmaning ichida shohid bo'lolmasimi, meningki ota-onamningki hozirgi yashida gunohsiz bo'lganligi uchun shu turmada yetyapti, ham muddati uzrab ketdi. Men asli 2019da harakat qilib, nihoyat yaxshi natijalarni qo'lga keltirgandim. Shvetsiyada TVlarga chiqib, xeyli bir ishlarni vujudga keltirgan. Shu Dunyo Uyg'ur qurultiyining ichidagi bir nopozda qadam meningki shu menayotgan yo'limni darhol bo'g'ib to'xtatib qo'yib, o'ziningki Shangangdagi bir tonish orqali chiqarib berganligi, muxbirningki ikki turlik bo'lganligi, birisiniki davlat ishlaydiganligi, yana birisiniki muxbir sifatida axborot ishlaydiganligi, davlat ishlaydigan bir muxbirlarni taniydiganligini qilib, shunday qilib meni aldab ham inqilobimni to'xtatib qo'ydi, ham meningki iqtisodimga, ham meningki psixikamga qaytarma hujumlarni qildi. Shuning bilan men o'rtalikda nurg'un ishlarni bilib ketgachga, baribir bu oldiga chiqmasam, o'zimningki hammani ziyonkashlikka uchraydiganligimni bilib, undan keyin men shu do'stlarim bilan, cho'nglar bilan maslahatlashish orqali men oldiga chiqib, ota-onamningki da'vosini qilishni boshladim. Meningki opam dadam bo'lsa Hamid Abdurahmon 1954-yili 5-oyning 20-kunida tug'ilgan, Ilo oblastida telegraf idorasidan pensiyaga chiqqan, naminishga chiqqan. Opam Sadat Povdon bo'lsa 1956-yili 8-oyning 21-kunida tug'ilgan bo'lib, shu Ilo oblastningki shu mehmonxonasininki qatnash bo'limidan naminishga chiqqan. Aylantirib turamsiz videoni. Naminishga chiqqan. Keyin bular 2014-yili men bilan ko'rish uchun Turkiyaga kelgan. Shundaqla Turkiyaga kelib, ketib 2017-yili opam dadamni 1-oyning 27-kuni Ilo oblastida bexatarlik saqlash tarafidan tutib ketilib, Bo'zdagi turmada qonunsiz tarbiyalashtirilgan. Uningdagi opam dadamga sud ichib 5 yillik kesayotgan, uningdagi yana sud ichib shu 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Garchi sudningki qarori og'zaki bo'linsimi, hech qanday hujjat yoki tamg'urilgan narsa bo'lmasimi, lekin opam dadam hozirgacha dadam Kunastik turmada, opam bo'lsa shu Bayandaydagi turmada hozirgacha jazo muddatini o'tayotdi. Men Xitoy hukumatiga shuni deymanki, Xitoy hukumati sen bizningki vatanimizga irqiy qirg'inchilikni to'xtatishing kerak. Sen vatanimizdan chiqib ketishing kerak. Shu ishlarga sen javobgar bo'lishing kerak. Meningki opam dadam nahaq kesib etildi, shuning uchun sen opam dadamni darhol azod qilishing kerak, turmadan qo'yib berishing kerak. Agar bo'lmaydi ekan, men mishada parlament a'zolariga yana to'xtamay xat yozib, baqir-jaqir qilib, seningki menmo aromingni, senimo xotirjam shu o'tog'ini qo'ymayman. Undan keyin mana yana bir gap. Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki raisi Do'lqin Aysa shunda debdi, bir inimiz
Bu gapni men Refiyaninki shu nimasida gapni Rahimam bachaqda mikrofon tanishib olib 53-chi sanog'i deyman biz ep qo'ydik buni kesib. Shuningdimi shunda deganki qaysi kuni shu man Norvegiyadagi Abdurishit deganmi shundoq debdi WhatsAppda to'plam taqibdi. Shu elimiz shunda Dunyo Uyg'ur qurultiyini va yoki shu Dunyo Uyg'ur qurultiyi odamlarni men tillasam Xitoy hukumati ota-onamni qo'yib beradi debdi. Bu butunlay yolg'on. Qarindoshlar, buningki dalili biz qachonki Dunyo Uyg'ur qurultiyining ustidan bularning ichilib qolsa, jimmida turib oldi yoki biror gapni o'shiq qilib qolsak, shu odamni qorlab, pitlab, yetim qoldirib, bu odamningki aromchiligini buzib yetadi. Bu shundoq turug'liq men mushlarga mushlar desam ma'qul demdi. Bu bir. Ikkinchisi, meningki telefonimni yoki ovozimni Germaniya bexatarlik idoralari yoki Shvetsiya bexatarlik idoralari tekshirsa bo'ladi. Men hech qachonda Do'lqin Isoga telefon qilib bundaq gapni qilmadim. Agar men mushlar gapni qilgan bo'lsam, meningki opam dadam do'zaxga olib ketsin. Agar men mushu gapni qilgan bo'lsam, men mushu gapni rost og'zimdan chiqqan bo'lsa, men Uyg'ur xalqi yuz kelmaydigan bir cho'shqamgan bo'lib ketay, mening ota-onam do'zaxga olib ketsin. Agar Do'lqin Iso buni pishtiq taqat qilsa, Do'lqin Iso agar opam o'ldi deb buni qahramonga chiqadi, men ishonmayman uningga. Men gumonda texcha bular chunki nurg'un artistlarni, nurg'un guvohchilarni, nurg'un saqchilarni ekranlarga chiqara oladi, bular o'yin qo'ya oladi. Men hozirgacha ishonmayman. Bu bir kunlar ichiladi. Agar Do'lqin Isoninki men ashta degan bo'lsam, Do'lqin Iso buni pitni qilgan bo'lsa, Do'lqin Isoninki ota-onasi do'zaxga olib ketsin. Bizningki xalqimizning yig'ilgan, to'kilgan qonlarga ko'milib ketsin. Qon jiringning ichida yotsin u dunyoda. Mana Do'lqin Iso sana bayonot ochiq. Andan keyin hozir sen shu Bosniyada yig'inda sen Shvetsiyadan ketgan Nijat Turg'unni ayrim bir yotoqqa akirib, yo bo'lmasa jamoatchilikning oldida shu qanday ish hukam, mushta ish bormi deb sen so'ra. Yo bo'lmasa 4-5 shu bizning akin ko'dim, Umar Maqsumga akamizni ketibdi. Nijat akamizni, Umar Maqsum akamizni sen chaqirib bir ayrim uyga. Sen o'tirib qanday ish mavu Mabal nimdavatido rasma hukam sen biladi ekansan boshdan oxiri mushtadan xabaring borka senda isbotlar bor deb shu o'zimi dedi sen rasmi shu deb sen Do'lqin Iso so'rab baq mening gaplarim yag'an bo'lsa sen nima desangda men 2 oyning yog'i qaqshidim mushta qurultaydagi birisi oldi de meni qurultaydagi birisi oldi de meni desam birisi chiqib qurultayning ichidan ya man nima ish ma balaning ota-onasini ayaga solab qo'yibdi ma medialarni bosirib qo'yibdi yani ma balani aldab ketdi ma sat ma ish ma bu ish yamrab ketib qolsa sat turdi deb o'zang haq yig'ishtirmay meni mushinchilik yaga akilishga sen haq majbur qilding mening qo'limda isbotim bor men qo'rqmayman so'zlayman shuning 2,5 oyning yog'i 3 oy mana 100 kunda eshitdi haqasingni ping pong cho'qib o'ynayapti tik tang Do'lqin Iso qo'ng'onga bir tepima oyoq o'tima Farat Yo'rinqosh qo'ng'onga bir tepima oyoq o'tima sen haqni qo'y o'ynab bo'ldim qo'y meni qaysing qo'y mening qo'limdagi bir nima desam bo'ldi ish qilib hozir o'ynayman buningdan keyin o'ynayman shundoq qilaman yog'am bo'lsa sen Nijat Turg'undan shu akamizdan sen so'rab baq. Uchinchisi Norvegiyadagi Mavo Abdurishitninki qizininki Muattarninkini to'pda mishta video ishlab mayoqqa bunday kesib sansiferlarni qo'yib xalqni ozdirib mishta guvohchilarninki debdi u guvohchilarninkini bersangmi uni material sifatida bersa u sendan milliondan 3 milliongacha desa sen guvohchininki 5567 xo'p guvohchininkini berding sen o'sha guvohchining ishi bilanla bu milliondan 3 milliongacha san yipilib ketmamdi o chaqda anandan keyin Abdurashid sen yana men senga dey sen haqiqiy erkak bo'lsang sen Dunyo Uyg'ur qurultayiga chapa yapmay meni tillamay sen deyting ashchaqda ya qurultaydikilar ma bala manda davatida bir yer bir ish bor o'xshaydi meningga ko'zimiz yummaydi bizning bolalarimiz va ma yaxshi shumatidi demak yo'q sen meni qanjoqdan qanjoq silib meni shunda haqoratlab qilganding xudoyimninki haqqi bilan shu nimasiniki xalqimizning beshida o'tgan maqol tamsillar bilan dadiqisi bolaga deb sening qizing qizingga keldi sen bu savolni menga qo'ymay
Dünya Uyghur qurultaylar qo'yishing kerak. Mabal man tep chiqibdi, nimdab mening qizimga mushu savol kelib qoldi? Nimdab mening qizimni sizlar qurbonlik qo'y qildingizlar? Mushun sotqa kirgan odamning oldiga mushundaq narsalarni beramizlar sizlar. Buni to'liq tayyorlik bilan qilishinglar kerak ku. Bu hozir meningki oilamningki nimasidan obrazi bilan kelib taqashdi. Mana men hozir putti yer meni chami kesaq ketyotdi deb mana qilishing kerak. Anadan keyin sen dunyo bir necha qurultaydiki Dünya Uyghur Qurultayını qılalaydigan shu qo'llaydiganlar cho'shqangan kuchuklar mening ismimni chiqaramaydi qalanch minut yaqinib mening yuragimni og'ritma yo mening psixikamni buzma men be mingitma vaqasingning mening qilayotgan ishim to'g'risi mening nimada psixikam buzildi men shuningga qarta bayonotlarni qilib to'plarga taqityaptim tushundingmi asli men sana desam qara seninki qizing muattar to'g'ri javobni bersa shu videoda doklatinglarda 1 millionda 3 milliongacha lagerda so'langan degan uchurning manbasi nada deganga to'g'ri javob BDTning o'zining to'r betidagi bir dokladida shundoq dedi va yoki Amerika davlat bexatar video qatqancha telefon qilishmasang haqi bexatarlikning dokladida 3 million degan yeri bor va yoki Xitoyninki 2020 yildagi aqtashliq dokladida 2014 2019 yilgacha har yili 1 million 290 ming kishi qayta tarbiyalagan mana shu manbalardan oldik desa to'g'ri oldi. Mana nereden keldi desa. Agar sotchi sizlarning uchur ambiringlarga guvohlik berish orqali tizimlatgan odamning soni qancha desa 5567 deb javob bersa to'g'ri bo'ldi bu. Mavo. Tushundinglarmi? Manda bo'lsa mavo to'g'ri bo'ladi. Shuningga aylaqa meninkini xatoga chiqarib o videodagi narsalarga unda oson ishinib qilmanglar, amaliyotni ko'ringlar, aql suzgichinglarni o'tkazinglar qarindoshlar. Hozir jahon taraqqiy qilyapti. Bunda elaqandak bir nimalar o'zgarish oldida, aldirmay taq ishlar oldimizda bo'ladi. Mana parlamentlarda degan to'xtamay yig'in ichilyapti, harbiylar kirib chiqyapti. Kontrol bo'lyapti, butun davlatlarda tozalanishyapti. Eng qisqasi O'zbekistonning ichiga qarasanglar bo'ladi. Mana O'zbekistonning ichida farxo'rlarni tozalab, chiriganlarni tozalab, nayta siyosatlarni yaxshi qilib qo'yapti. Shunchalik bir kichik mamlakatlarning ichida shunchalik cho'ng o'zgarishlar bo'lyapti. G'arbning ichida qanday o'zgarishlar bo'lyapti? Amerikada qanday o'zgarishlar bo'lyapti? O Yaponiya tarafda qanday ministerlar almashyapti? Diqqat qilishimiz kerak. Izrailiyada qanday qilyapti? Mana shu nuqtalarga diqqat qilishimiz kerak qarindoshlar. 2018 yildagi BDT inson haq huquqi komiteti 2018da 1 million xalqimizni Xitoy lageriga so'langan degan to'g'risida BBC'lik xabari bor. Ikkinchisi Amerika davlat mudofaa organi 2019 yildagi dokladida oz deganda 1 milliondan 3 milliongacha yoki 3 milliondan jiq odam so'langan degan adresim bor, torbat adreslarim bor. Uchinchisi Xitoyningki 2020 yildagi aqtash dokladida 2014dan 2019 yilgacha har yili 1 million 290 ming xalqimizni qayta tarbiyalagan degan materiallar bor. Mana shunga muattar mishadin oldiq deb javob bersa bo'ladi. Lekin mashunda dodoqlab savolingizni qaytadan undaqay mundaqay mushnanga chapa yepib kichik qiz oladi. Vatanda bo'lganmiz 25 yoshli qiz degan bir ikki bolaning onasi bo'ldi. Yezlarda qanda kichik bo'ladi. Yaydiganni tip yalalaydi, kiydigan markani tip talalaydi. İcarashni kallang biznesini açmandak eg'izni ijarab achalaydi. Danglik markalık kiyimlarni, danglik markalık grom buyumlarni topalaydi. Biz bilmaydigan tekshirtirgan narsani toza obdan biladi. Ajab Uyg'urning masalasiga kelgancha deyishdan bo'lmaydi-ku. Ajab Uyg'urning masalasiga kelgancha cho'ng mo'yim yagim shunda ishni qo'ygan. Bu sotningga hech qanday kuchi yo'q. Lekin bizga o'xshash ota-onasi erkak qirg'inchilik uchayotganlarningki yuraklari ichidi ekan shu vaqtda. Shunday gap qarindoshlar. Shu. Anadan keyin Dolqan Aysa sen shunda deb menga mushta gaplarni taqib yuribsan sen gaping egolalsan qara ekranning yuziga chiqib deya qaldingki tushundingmi men senga deb qo'yay men sendan qo'rqib qolmayman men seninki Germaniyalik oshlilaringni sanab berma vaqt saskas xalq alamning oldida uylaringga kirib o'tning topolmagan cho'mishlarni qanchinchi tatmilik xotinlar tepag'inni sen to'l mening og'zimni ochma tushundingmi sen yolg'on gap qilma sen nimaga bording haramga cho'shqining kuchga haramni bulg'ab haramni mehnat qilib Yo'g'on hozir opang sening turmaning uchun shohid bo'lganmiz nimdab mustaqillik talab qilolmaysa
bizning ota-onamizni qilayotgan meyi chiqib Xitoyning vat bergan chiqib barmiz. Sen nima deb qilolmaysan? Sening nurg'un sirlaring var, ichilib ketadigan. Nurg'un buzoqchilik ishlaring var, nurg'un Fukangningki Oqsudan Urumchiga qatnab hozirgi shirkatga tijorat qilayotgan ishlari var. Sening bak ichilib ketadi, shuning sen qilolmaysan, sen ilinib bo'lding, tushundingmi? Ha. Sen o'g'il bo'lsang, erkak bo'lsang, bir dada bo'lsang, bir millatning lideri bo'lsang, da oldiga chiqib, xalqqa men ayni vaqtda bizimizda demokratiya kelimiz deb bizimizda chiqatgan, bizimizda oldinib ketdik. Hozir bizlar emas, butun Jongodagi hatto partiyaning ichidagi ba'zilar shunday oldinib ketdi. Butun dunyo oldinib ketdi. Shuningga bizningki ishimiz to'g'ri qolibdi. Men manda mening sanchiliklarim bor, lekin bitta chiqib qolsa, men to'g'ri qabul qilinglar, men davon menda ipmangayli, xalqimizni mustaqil qilayli, u bu deb sen dalanmaysan, tushundingmi? Dalanmagan odam yog'onga qilmanda, yog'onga qilsang bo'lmaydi, yaxshi emas u. Sen bir suydik, ham shunday bo'lsangmi? Sen bir jirang ila qilib, biznesandan qon suydagi doktorxonaga yetib yurgan nima sen bir vaqtida. Tushundingmi? Unda bo'lsa men sendan so'rab baqay. Seninki qurultiyingning ichida saranglik kinishkisi bilan ishlayotganlar bormi, yo'qmi? Sening qurultiyingning ichidagi burun xotinlarning ichida chavuldakmitlar vatan berib kelganlar bormi, yo'qmi? Biz bir-birlab ichib qolmaylik, Dolqinaysa juma men senga deb qo'yay. Bak ichsak, bak ichib ketamiz qara. Sen mening hech narsamni ocholmaysan qara, tushundingmi? Qarindoshlar, mana bularga bitta pullarni bersanglar, bular bizdan chiqqan pulga anda Abdurashidda kuchuklarni boqadi. Samatib, mana bitta talitib, bizga o'sha raskab qilgan talitib shaxsiyatimizga tegib, shunda qiladi. Shuningga bular pul deb ketirgan yeri shu. Enedidan kelgan pulni oylik pishirtirib yeydi, yana qochoqchilik qiladi, buzoqchilik qiladi. Bizdan yig'ilgan pulga bitta kuchuklarni boqadi, vaqtdan soat kesmasa talag'ozab ishtigizdi, haqning shaxsiyatiga tegidi. Sen Mavlon Yasinning yog'in gaplarni qilib shaxsiyatiga tegib, ashir rasvolish bo'tamidingmi? Sen tushib ketsa, shunga seni ashundaq degizyotidi. Sen boshqa aytam saylamda tushib ketsa, Bosniyaga beribmi qavrlaringni ko'rib kelgansan. Shu qavrlarni ko'ribmi, qo'rqmadingmi, to'g'rimidingmi? Sendek solamchiligi biz yerga ko'mmaymiz, yerga ko'msak haqorat eski gitarning qipiga o'rab ustiga oxintik suni to'kib ketish kerak, sendek uylarni unmaydigan qilib ketish kerak. Shunda shuningga Norvegiyadagi Abdurashid men senga yana bir qaytim deb qo'yaysan. Bu toplarni uni aqltima, uni buni qilma dema, sening ishing pishdi, onaring pishdi qara. Mana sen bizga qilganding, dadi qisi balaga deb o'zingninki mana palapatash qilsang asha chandırib o'tadi. Shuningayliq, buningayliq bu vatanparvar singlimizdi, vatanparvarlik nima ish qildi? 2013dan keyin 13 yosh vaqtida kelib cho'g'ib yurgan sarang ishni desa va ijara yursa sotda sog'liq xudo yerga, dilyarlarga yoki boshqa bir politikalar qarab yiqinglar, bir yer bir ijarga yeri bormi topa olamiz lekin. Sotdimi ijaramda, sotdimi suloynamda. Ama shunda gap, shuningga qarindoshlar kallamizni ichitayli. Anandan keyin Mava Amerikadagi Rabia Qadir, Olim Sitov, Umar Qanot, Roshan Abbas oilasi, Rishad Abbas, Mava indigenous people'ni qanday qilishgan bo'lsang, shunda yo'q qilish bu hammaning kaynidan biz quvon tozalab mengishmaymiz. Quvonga tepshirib qilimiz gunoh oldir va cho'shqamgan ishdan kuchiklari. Indigenous people'ni qanday qilgansan shunda yo'q qil. Numus qilmay ashli 2007-yili $5000 setishibsa, adam bo'lishamsan sen haqiqa. Indigenous people sen bo'lsang, unda o'zi littik ko'sar kiymay oldinga bir taldir yo'pirmoqni otib o'qya tutib yurish Amerikadan chiqib qilib indiyalardek. Tut jalopmanlari qilishmaydi. Puh yapar. Va Roshan Abbasning oilasidagilar ziyoli bo'lmasa, shunchalik doktor tibbiy sohasida ishda bo'lgan. Qanday o'qishlarmishda o'qib qoldi deymanda, odamning aqlida o'tmaydi. Qanday o'qishlarniki shunda ishlarni qiladi deymanda. Yani qopab texim oilasini maqtang desa, kar maqtaydi, haqni indigenous people qilib aytadi. Nimaga boradi? Nimada iliq turmaning ismi Guantanamo'ga boradi, keyindan Bejonga yuguradi. Ya xudo, anidan keyin hadisning qizidan tortib hamma oilasini o'rlashtirib olgan. Bizning bechora ota-onalarimiz bir qitim Turkiyaga kelib qo'yganaga, og'iz bunig'icha Xitoy to'ydirib, uxlayotgan yerda Shanko'sha yeri bilan bulab ochib yotgan ichidan qor turmalarga solab yig'iltib, o'sha
qeyri buvay momaylarni arib bir-birsidan. Shunday vahshiychiliklarni qilyapti qarindoshlar. Uyg'onayli. Apanglar bilan dadanglarni ayirayapti. Bir umr yaxshi yashagan qadinaslar bilan ayrilib turyapti. Nima degan bu bir ish bu? Uyg'onmamsizlar qarindoshlar. Uyg'oninglar. Bo'pti, unda bo'lsa Xudoyimga omonat. Mana bu narsalarni ko'rli. Ya gaping bo'lsa bir shay. Norvegiya Tayirkam deb bir Elisfanda o'qigan bir Norveg Tayirkam deb qo'ydi. Ve tercüman ba aşağıdan Uygurca sudak biludi. Anlayatqanda mishnarsani ko'rayotganda qaysidir Facebookni ichib, aşağıdan ilib kelib qo'lidan tutib, Shvetsiyaning bexatarlik sapoga kirib, aşağıdan biludi nega berishni, Shvetsiyaning qaysi bo'limiga kirib, kimni tutib, nima deyishni obdan bildi. Akirib ma to'kmat qotdi, ma go'y telefonlarni chatting qilinglar, butun narsani tekshiringlar desam, chiqdi. Tushundingmi? Men yolg'on gap qilmayman, ular mening beshimda o'tgan ishlar bu hammasi. Men barasini da'vatman. Mening bo'lmasa qurultoy bilan nima ishim bordi meningki, men yillardan beri chattig'im bo'lmagan. Meni shu qo'ydi, shuning ichidagi odam bular meningki texi chiroyli hal qilib qo'ymoqda yo'q. Meni azob uqubat qo'yib, meni psixikamni buzib, meni og'zimga bir gap kelgan shu. Bo'ptilar ishga. Bo'pti qarindoshlar, unda Xudoyimga omonat men bilan turaymiz. Besvetan aka.